Kamchiliklarim, xatolarim bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rayman. Akalar, ukalar, 3 ta odam qamalishdi. Terrorizm bilan sabab bo'lyapti. Bu ekran orqasida turib ilm o'rgatmoqchi emasman. Men sizlarga faqatgina ogoh bo'linglar deb ogohlantirib aytayapman. Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, ukalar, birodarlar, men sizlarga mana shu masjiddan turib va'z nasihat qilmoqchi emasman, yo'inki biron bir narsadan dars bermoqchi emasman. Ammo lekin bugungi kunlarda shu boshimizga kelib tushayotgan musibatlardan faqatgina sizlarni ogoh bo'lishliklaringizni istayman. Bultur 3 ta odam terrorizm bilan qamalishdi. Hozir ularni hollari tang holatda qamoqda o'tirishibdi. Bularni ota-onalari, aka-ukalari, agar bo'lsa bola-chaqalari, uydagilari, hammalari, yaqin qarindoshlari bular uchun hozir kuyib pishib, qiynalib o'tirishibdi. Alloh sabr bersin avvalo. 3 ta bola qamaldi. Buni sababi internet. Diniy bilimni internetdan o'rganamiz, kitobdan emas, masjiddan emas, o'zimizni Qozog'iston Respublikasidagi bilim egalaridan o'rganamiz demasdan, balkim ular ilmni internetdan izlashyapti. Bu internetdan izlayotgan bilimlar egalari o'zlaringiz bilasizlar, avvalo Sodiq Samarqandiy, Abdullah Zufar, Yusuf Davron degan kishilar bular. Bizning Qozog'istonimizda ularning ilmlari, insonlarga qilayotgan va'zlari, nasihatlari man qilingan. Mana shu sabablardan bekorga qamalib ketishlikdan Alloh asrasin. Hammalaringiz juda ham yaxshi bilasizlar. Ko'chalarda ularni rasmlari, masjidlar atrofida, katta plakatlarda ularni rasmlari ilib qo'yilib, xalqqa ko'rsatib qo'yilgan. Bularni eshitmanglar, tinglamanglar, ularni saytlariga kirmanglar deb bularni hammasi bizda ogohlantirilgan. Mana shu narsalarga ogoh bo'lsangizlar juda ham yaxshi bo'lar edi. Bu avvalo o'zlaringizga, oilangizga, bola-chaqalaringizga, yaqin qarindoshlaringizga musibat keltirmagan bo'lar edi. Chet ellarga borib o'qib kelayotgan yigitlar chet elda nima o'qidi, qaysi aqidani o'rgandi, nimani o'rgandi, u yerda kimlar bilan yurdi? Bularning hammasi bizlarga, bu yerdagi yurganlarga noma'lum. Qozog'iston diniy boshqarmasi bizlarga berayotgan ilmlar mana shu Qozog'iston ichida yetarlidir. Mana shu chet elda dars olib o'rganib kelgan yigitlar ozgina ilm, kichkina ilm olib, ilmlik bo'lib qolib, o'zini ilmlik deb hisoblab qolib, mana shu imomlarga qarshi chiqishlik yoki davlat boshchilariga qarshi chiqishlik bu bizning dinimizda durust emas. Buni qisqa so'z bilan aytganda bu xavorijlik bo'ladi. Mana shularni bir o'ylab ko'ring. Aql bilan ish tuting. Mana shu yuqorida aytib o'tilingan kimsalarni va'z nasihatlariga ogoh bilan qarang, ehtiyot bo'ling. Ben sizlarni ogohlantirishlik lozim ekan deb bilib, mana shu sizlarga murojaat qildim. Kamchiliklarim, xatolarim bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rayman. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk va lillahil hamdu wal minna.